Xo'p, normativ, birinchi normativ funksiyalardan foydalanishimiz kerak. Print, int, float, str hamda input. Xo'p, kompilyuterga o'tamiz. Demak, birinchi print funksiyasi o'z nomi bilan chop etish ma'nosini bildiradi, ya'ni chop etish vazifasini bajaradi. Buning uchun qaus ichiga yozib, qo'sh tirnoq yoki bir tirnoq bilan istalgan matn yozsak, harf, son farqi yo'q, bu narsa yozsak, baribir bizga ekranga chop etib beradi. Misol uchun hello world deymiz hamda run qilib ko'ramiz. Demak, bizga hello world chiqdi. Xo'p, endi buni bu demak matn ko'rinishidagi, ya'ni string ko'rinishidagi so'z edi. Misol uchun o'zgaruvchi qo'yamiz. Matn teng, misol uchun salom. Print, endi type'ini ko'ramiz. Type matn. Bizga demak type'ini ko'rsak string chiqishi kerak. String chiqdi. Xo'p, hozircha buni izohga olib qo'yamiz. Endi misol uchun son teng 55 bo'lsin. Print son. Demak, sonlarni, ya'ni integer hamda float ko'rinishidagi sonlarni chop etishda, demak biz hech qachon bunaqa qo'sh tirnoq olishimiz kerak emas. Misol uchun print qo'sh tirnoq qilib 55 desak, bu string tipdagi ma'lumot bo'lib qoladi. Float turidagisi ham xuddi shunaqa ishlaydi. Xo'sh, endi qo'shimcha ma'lumot sifatida misol uchun print, xo'p, qanaqadir misol uchun bir tirnoq, mana bir tirnoqni yozsak, O'zbekiston desak, u yozishimiz kerak, ya'ni mana bunaqa yozsak xatolik beradi. O'shanda biz mana bunaqa funksiya, ya'ni backslashdan foydalansak bo'ladi. Hop, run qilsak, mana O'zbekiston deb chiqadi. Hop, buni izohga olib turamiz hozircha. Hop, yana bir funksiya bor. Misol uchun print qo'shtirnoq ichida salom end degan funksiyamiz bor. End teng, misol uchun qo'shtirnoqni qilib hamda tashlab ketsak bo'ladi. Ikkinchi qatordan print qo'shtirnoqda dunyo, misol uchun o'zi misol uchun printni qatorma-qator tashsak, demak ikkinchi qatordan chiqishi kerak, lekin bu hozir end funksiyasini ishlatganimizdan keyin bular bir qatorda chiqib qoladi. Mana xuddi shu tarzda. End vazifasi ham shu. Hop, yana bitta misol uchun print 1 2 3 sep degan funksiyamiz bor. Bunga qo'sh tirnoq ichida misol uchun yulduzcha qo'ysak bo'ladi yoki libboy narsa yozsak, xuddi mana bu raqamlar orasida shu son chiqib qoladi. Mana misol uchun. Demak, sep funksiyasi shu vazifani bajaradi. Hop, int
int nima? O'zi integer butun son degani. Misol uchun plus bo'lishi mumkin, minus bo'lishi mumkin. Bu kasr son emas, butun son o'z nomi bilan. Xo'p, misol uchun son teng 5 bo'lishi, 1 bo'lishi mumkin, 5 bo'lishi mumkin, 7, 8 va hokazo. Bu butun bo'lishi kerak. Minusda bo'lsa ham bo'laveradi. Son 5 farqi yo'q, baribir integer tipdagi. Xo'p, yana bitta narsa bor. Misol uchun son teng 77 yu 9 qilib print qavs ichida int qavs ichida son deydigan bo'lsak, bu yerda integer tipiga o'tadi, ya'ni butun qismini oladi. O'zi sonni misol uchun print type son desak, son birinchi holatda bizada float tipdagisi edi, ikkinchi holatda integer tipiga o'tdi. Mana birinchi float, ya'ni butun qismi 77 bo'lgani uchun integerda 77 chiqyapti. Xo'p. Misol uchun amallar ham xuddi shunaqa ishlanadi. Buni izohlab turamiz. Izohlab tursak, son 1 teng 15, son 2 teng 25. Print qavsi son 2 sonni qavsi son 1. Bu ikkita slash bu butun qismini oladi, ya'ni integer holatida mana 1 chiqyapti. Misol uchun 25 emas, 35 desangiz biz 2 natijasini ko'ramiz, chunki 15 30 da ikkita bor, ozgina bo'lgani uchun butun qismini olyapti. Xo'p, qoldoli bo'lish foiz qilsak bo'ladi. 5 chiqadi shunda bizada. Demak, xuddi shunaqa ishlab ketsa bo'ladi. Float. Float tipi qanaqa bo'ladi? Float tipi misol uchun bu integer holatida 3 bo'lyapti. Integer holatida string tipida kelyapti hamda natija 42 chiqyapti. Xo'p. 3.14, ya'ni pini qiymatini oladigan bo'lsak, biz round funksiyasidan foydalansak, natijani chop etadigan bo'lsak, misol uchun x o'zgaruvchimizni 3.14 dan keyingacha yaxlitlayapmiz hamda ikki xonagacha yaxlitlikda ответ chiqarib beryapti. Xo'p, rang ko'radigan bo'lsak ham 3.14 natijasi chiqib keladi. Xo'p, string matn tipidagisi, ya'ni print qavs ichida 2 qo'sh tirnoq yoki 1 qo'sh tirnoq ichida yozsak bo'ladi. Misol 1 qo'sh tirnoqda xohlagan narsa yozsak, bizga xuddi o'sha so'zni chiqarib beradi. Xo'p. Misol uchun bironta o'zgaruvchi s degan o'zgaruvchi olamiz hamda matn hello world. Xo'p. Demak, matn ustida turli xil amallar bajarsak bo'ladi. Misol uchun print s xo'p lover degan xo'p o'zgaruvchimiz bor. Misol uchun, ya'ni o'zi mayda harf bo'lgani uchun lover o'zgarmadi. Xo'p.